Мы зашли в музей, идем в музей. Rasmga e'tibor qaratamiz endi. Ushbu rasmda Imom Buxoriy hazratlari tunda ilm o'rganayotgan jarayon tasvirlab qo'yilgan. Yuqorida To'lnoy, atrofida yulduzlar. Yuqoridagi To'lnoy payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam timsoli sifatida tasvirlab qo'yilgan. Atrofida yulduzlar bo'lsa sahobalar sifatida keltirib o'tiladi. Endi devorga qaraymiz. Devorda hadislar yozib qo'yilgan sahifalar mavjud. Ya'ni Imom Buxoriy hazratlarining hadislari. Har bitta sahifadagi hadislar 3 xil tilda tarjimasi bilan yozilgan. Arab tilida, o'zbek tilida va ingliz tillarida keltiriladi. O'rtada katta yozuvlar bilan yozilgan hadisga e'tibor qarataylik. Albatta amallar me'yorlarga bog'liqdir deb yozib qo'ygan. Ushbu hadis Imom Buxoriy hazratlarining Sahihul Buxoriy kitobidagi birinchi hadis hisoblanadi. Xo'p, ularga yuqorida aytib o'tgan tartib qo'yilgan amal qilgan holatda endi biz keyingi bo'limga o'tamiz. Hadi guruhdan oldinga o'tib ketamiz. Buradan xonalash kerak bo'lsa, keling. Payg'ambar bo'lgan 124 ming payg'ambardan 25 payg'ambar ismlari Qur'oni Karimda zikr etilgan. Ismlari Qur'oni Karimda zikr etilgan payg'ambarlar mana shu devorda ham yozib qo'yiladi. Birinchisiga qarasak Odam alayhissalom, ya'ni birinchi payg'ambar sifatida keltirib qo'yilgan. Xuddi shunday tartib raqamlar bo'yicha bu yerda boshqa payg'ambarlar ismlari ham yoziladi. Biz 25-raqamga e'tibor qaratamiz. 25-raqam ostida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ismlari yozib qo'yilgan. Ya'ni oxirgi payg'ambar sifatida keltiriladi. Ko'ramiz. Har birlarining ismlari tagida qisqacha ma'lumot keltirgan. O'zbek tilida, arab tilida va ingliz tilida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ismi va sifatlari. Alloh taolo ismi bo'lganda payg'ambarimizga ham xuddi shunday 99 ism va sifatlari bo'lgan. Buni rasmga tushib olib, bitta har birini o'qib ko'rsak bo'ladi. Ba'zan o'zim aytib o'taman, payg'ambarimizning Muhammad ismini hammamiz bilamiz. Muhammad ismi maqtovli sifatida yozib qo'yilgan. Aqib ismi payg'ambarlar oxiri sifatida keltirib o'tiladi. Ko'rdingmi? Xo'p. Endi pastdagi ekranga e'tibor qarasak, o'sha shajara daraxtiga ma'lumot yoziladi. Payg'ambarimizning onasining ismi Omina bo'lgan, otasi Abdulloh, bobosi Abdulmuttalib, keyin bobosi Hoshim. Xuddi shu tarzda 21 ta bobosi yozilgan. 21-bobosi ismlari Adnan bo'lgan. Ko'rib qarasak, mana 21-bobosi ismlari. Istalgan bir ism ustiga bosadigan bo'lsak, qisqacha ma'lumot ham keltirib qo'yiladi. Ko'rdingmi? Xo'p, davom etamiz. Payg'ambarimiz yashagan xonadon, ya'ni hujra saodat tasvirlanadi. Qarasak, mana ichkarida foydalangan buyumlari, yotgan joylari. Diqqat bilan e'tibor qaratamiz. Ichkarida yog'ochlar ham har biri xurmo daraxtidan olingan yog'ochlar hisoblanadi. O'rtada o'sha muhr, bu muhrga Muhammad Rasululloh deb yozib qo'yilgan. Payg'ambarimiz bu muhrni maktublar uchun foydalangan va uzuklari ko'zda saqlaydi. Endi pastdagi ekranga e'tibor qarasak, pastdagi ekranda payg'ambarimiz tug'ilgan tundagi tabiat hodisalari tasvirlangan. Ya'ni payg'ambarimiz tug'ilgan kechada Kisra saroyining 14 o'sini qulab tushgan. Majlislarning olovlari, ya'ni otashparastning olovi 1000 yildan beri o'chmay kelgan olov o'sha tunga kelib, ya'ni payg'ambarimiz tug'ilgan kechada o'chib qolishiga guvoh bo'lamiz. Muqaddas sanalgan Sava ko'li bo'lgan. O'sha muqaddas sanalgan Savada katta ekran atrofida yig'ib olamiz. Uni ko'rsatsa, ushbu ekranda Makka shahrining paydo bo'lish jarayonlari tasvirlangan. Ka'ba birinchi bo'lib Odam alayhissalom uchun nozil qilingan. Keyinchalik ko'p bor qayta quriladi. Payg'ambarimiz davriga kelguncha Ka'baning atrofida mana shunday 360 butsani yig'ilgan. Ko'ramiz. Xuddi shunday 360 butsani yig'iladi. Payg'ambarimiz davriga kelganda o'sha 360 butsani birin-ketin parchalanib yo'qolib boradi. Payg'ambarimizga ilk vahiy 40 yoshda nozil bo'lgan. Ya'ni 40 yoshdan boshlab payg'ambarlik vazifasini boshladi. 40 yoshgacha payg'ambar bo'lmaganlar. 40 yoshdan boshlab payg'ambarlik vazifasini boshlagan. O'sha ilk vahiy Makka shahridan uzoq bo'lmagan hududda Nuh tog'ida joylashgan Hiro g'oridan nozil bo'ladi. Mana shu joyda biz Hiro g'oridan ko'rishimiz mumkin. Ko'ramiz, ya'ni ilk vahiy nozil bo'lgan Hiro g'ori. O'zimizda ham o'sha Hiro g'ori Makka ko'rishida joylashtirilgan. Ichkarida Alaq surasi Iqro oyati yangrab turadi. Ya'ni payg'ambarimizga ilk vahiy nozil bo'lgan g'or. Biroq mehmonlar Qur'on tinglash qoidalarni bilamiz. Ichkarida rasmga videoga olish mumkin emas, ichkarida gaplashish mumkin emas. Alaq surasi Iqro oyati. Sahifalari Imom Buxoriy sanamizga kirsak, Oysha onamiz 2210 ta hadisni rivoyat qilgan. Undan 286 tasi Imom Buxoriy hazratlarining hadis kitoblarida ham mavjud. Xo'p, shu yerda yana bir boshqasiga ko'rsak bo'ladi. Abu Hurayra 5374 ta hadisni rivoyat qiladi. Undan 335 tasi Imom Buxoriy va Imom Muslim hadis kitoblarida ham mavjud. Xuddi shu tarzda endi bu yerda boshqa sahobalar ismlari ham yozib qo'yiladi. Endi biz yuqoriga qaraymiz. Yuqorida xarita, ushbu xaritada islom dinining butun dunyo bo'ylab tarqalishi aks ettirilgan.
Bu joyda hozir yana qarab tursak qayta boshlandi. Ya'ni 622-yilda boshlanib 1922-yilgacha davom etganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yashil bo'lib borayotgan hududlar islom diniy tarqalgan hududlar hisoblanadi. Ko'ramiz, yashil bo'lib islom diniy tarqalishi aks ettirilgan xarita. 15 ta mashhur muhaddis ismlari keltiriladi. Muhaddis degani hadis ilmini chuqur o'rganuvchi shaxslar muhaddislar deyiladi. Bu joyda Buxoroning Sahihul Buxoriy kitobi, ya'ni Al-Jami' as-Sahih kitobi keltirib qo'yilgan. Bu kitob Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan muqaddas kitob hisoblanadi. Imom Buxoriy hazratlari o'sha Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan muqaddas kitobni yozgan ekanlar. Ushbu kitobni yozish Qur'onga qanday e'tirof qilamiz? Endi biz keyin bo'lib o'tgach, o'ng tomonga e'tibor qaratamiz. O'ng tomonda Imom Buxoriy hazratlari ilm o'rganayotgan joyda hadis ilmini o'rganayotgan jarayon. Ya'ni hujrasi maket ko'rinishida joylashtirib qo'yiladi. Bu kishi bo'lsa Imom Buxoriyning akalari, ismlari Ahmad bo'lgan, akasi Ahmad. Biz endi bu joydan chap tomonga qaraymiz. Chap tomonda haykallar joylashtirilgan. Ushbu haykallardan tek turgani Imom Buxoriy bobomiz. Ya'ni 10-11 yosh 20-yil Buxorida tug'ilgan. 20-yil juma kuni bo'lgan Juma kuni Buxoroda tug'iladi. 6 yoshga kirgunicha Imom Buxoriy hazratlari Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. 10 yoshga kirgunicha esa 70 mingdan ortiq hadis o'rganadi. 16 yoshli Imom Buxoroy akasi Ahmad onasi bilan birgalikda Makka shahriga yo'l olgan. Ya'ni haj ziyorat uchun Makka shahriga boradi. Haj ziyoratidan so'ng esa akasi va onasi yana Buxoroga qaytib keladi. Imom Buxoroy bo'lsa Makka shahrida qolgan va shu joydan hadis ilmini chuqurroq o'rgana boshlaydi. Keyinchalik 831-yil Madinaga borgan. 832-yil esa Bag'dodga boradi. Diqqat bilan e'tibor qaratamiz. 832-yil Bag'dodga borganda Imom Buxoriy hazratlarining imtihon qiladi, ya'ni muhaddislar yig'ilib. Ya'ni o'rgangan hadislar bo'yicha, o'rgangan ilmlari bo'yicha imtihon bo'ladi. Devorga tegmaymiz. Ya'ni ilmiy safarlar. Yuqoriga qaraylik, Buxorodan boshlanib, Mam, Tuz, Nison, Nishobur hammasi birin-ketin yozib ketiladi. Tuz, Nison, Nishobur, Mashhad, Basra, Kufa. Qarasak, oq chiziqlar ustida esa masofada kilometr yozib ketiladi. 356 kilometr, 390 kilometr. Agarda biz o'sha kilometrdan umumiy yig'sak, umumiy jamlasak, qariyb 14 ming kilometr tashkil qilgan. Ya'ni bir martalik hisoblasak, ba'zi shaharlarga qayta boradi. Agar bir martalik hisoblaydigan bo'lsak, qariyb 14 ming kilometr tashkil qilgan. 870-yil Samarqandga ketishga majbur bo'ldi. Samarqandda u kishining ona tomonidan qarindoshlari bo'ladi. Samarqandga keladi va biroz vaqt o'tgach Imom Buxoriy hazratlari vafot etgan. Vafotlari Ramazon oyining oxirgi kuniga to'g'ri keladi. Ramazon oyining oxirgi kuni o'sha paytda juma kuni bo'lgan. Juma kuni tug'iladi va juma kuni vafot etgan. Yo'da ko'plab haykallar joylashtirilgan. Ushbu haykallardan qaysi bir Imom Buxoriy bobomiz deb so'rasangiz, mana mendan o'ng tomonda turgandagisi qizil kiyimdagi Imom Buxoriy hazratlari 22-23 yoshdagi taxminiy ko'rinishdan sirlangan. Yuqorida e'tibor bergani bo'lsa, Bag'dodda imtihon bo'lgan dedik. O'sha Bag'doddagi imtihon jarayoni tasvirlab qo'yilgan. 10 ta muhaddis yig'iladi. 10 ta muhaddis yig'ilib Imom Buxoroyni imtihon qiladi. Har bir muhaddis 10 tadan hadis bo'yicha savol beradi. Muhaddislar hadisdan oddiy savol bermagan, chalkashtirib, ya'ni roviysi bilan matnini o'zgartirib savol beradi. Muhaddislar hadislarni qanchalik chalkashtirmasin, Imom Buxoroy har biriga to'g'ri shaklda javob bergan. Ya'ni aytadiki, siz hadisni shu joyda xato rivoyat qildingiz, aslida mana shunday bo'lsa to'g'ri bo'ladi deb har biriga 100% holatda to'g'ri shaklda aytib bergan. Umumiy hisobda 100 ta hadisga javob beradi. Imom Buxoroyimiz umri davomida 600 mingdan ortiq hadis o'rgangan. 600 mingdan ortiq hadis. 20 yoshgacha esa 200 mingdan ortiq hadis o'rganadi. Ushbu kitobda 7275 ta sahih hadislar jamlangan. 7275 ta hadisdan birinchi hadis, ya'ni kitobdagi hadis. Yuqorida 20 dan ortiq tillarda tarjima qilinadi. 20 dan ortiq tillarda. Mana shu tarafda o'zbek tilida o'qib beraman. Albatta amallar niyatga bog'liqdir. Albatta har bir kishiga niyat qilgan narsasi bo'ladi deb yozib qo'ygan. Ya'ni kitobdagi birinchi hadis sifatida keltiriladi. 20 dan ortiq tillarda mana shu hadis tarjimalari mavjud. Istalgan birini yuqoriga ko'taradigan bo'lsak, taxta ostidagi hadis orqa tomondan katta ekranni qilib beraman. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam har bir yaxshilik sadaqa ikkinchi yilda hadya qilingan. O'sha kavubning original, ya'ni rozolari o'rta usullarga o'rnatilgan itlarda to'qiladi. Oliy Imron surasida 97-oyat yozib qo'yilgan. Pastdagi sandir nima desangiz, o'sha kavub olib kelingan sandir. Xabar tarizi bo'lsa yaqinda emas, ya'ni o'tgan yil unisi hozirgi kunda
Очень много туристов, несмотря на жару, очень много народу. Музей очень классный. Смотрите, для иностранцев 180 тысяч, для граждан Узбекистана 50 тысяч. Вот за такой интерактивный опыт. Это вообще копейки.